Birinchi kompyuter uchun xotira qurilmalari deyarli ikkita muzlatgich hajmida bo'lgan. Eng qizig'i ular atigi 5 megabayt ma'lumot sig'dira olgan. Keyin ular kichrayib HDD bo'ldi. Undan keyin SSD paydo bo'ldi. Keyin esa M2 formatga o'tdi. Lekin hozir SSD shu darajaga yetdiki, fleshkadan ham ajratib bo'lmay qoldi. Bu Kingston Dual Portable SSD. Birinchi qarashda oddiy fleshkaga o'xshaydi, lekin ichida to'liq SSD texnologiyasi ishlatilgan. Shu sababli u oddiy fleshkalarga qaraganda ancha tezroq ishlaydi. Eng qiziq joyi, alohida kabel kerak emas. Bir tomonida USB-A, ikkinchi tomonida esa USB-C port mavjud. Kompyuterga, notebookga, smartfonga yoki planshetga to'g'ridan-to'g'ri ulashingiz mumkin. Tezligi esa 1000 megabit sekundigacha. Masalan, bir necha gigabaytli videolarni yoki yuzlab rasmlarni ko'chirish uchun uzoq kutib o'tirmaysiz. Ayniqsa video montaj qiladiganlar, kontent yaratuvchilar yoki telefon xotirasi tez to'lib qoladiganlar uchun qulay yechim. Yana bir plyus tomoni, cho'ntakka bemalol sig'adi, juda yengil va istalgan joyga olib yurish mumkin. O'ylab qarang, bir vaqtlar ikkita muzlatgich hajmidagi qurilma bajargan ishni hozir mana shu kichkina SSD bajaryapti. Kingston operativ xotira, SSD, USB fleshka va xotira kartalari ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning lider brendi hisoblanadi. Kingston Dual Portable SSD ning narxlari esa quyidagicha. Videoni saqlab qo'ying va barcha yaqinlarga jo'natib qo'ying.